Onamizni kim olib boradi? Singlimizni kim olib boradi? Opamizni kim olib boradi? Xotinimizni kim olib boradi? Kelinimizni kim olib boradi? Katta xolasini eri olib boradi. Ularga kim soyni ko'rsatadi? Kim tog'ni ko'rsatadi? Kim salqin joyga olib boradi? Kim shirin taomni olib borib o'zi yegandek kim olib borib uni yediradi? Musulmonda erga tekkingacha erkalanish, qadarga olish, aqabaga aylantirishni akasi, ukasi, dadasi qiladi. Erga tekkandan keyin bu uchovining ishi erining zimmasiga o'tadi. Ayol erkalanadi eriga, ayol o'ynashadi eri bilan, hazillashadi eri bilan, suyanadi eriga, boshini qo'yadi erini yelkasiga, qadargani oladi eridan, qo'shnisini eridan olmaydi. Islom shunisi bilan go'zal bo'ladi. Endi bugun shu narsalarni bugun ta'minlab bermasak, chetda o'tirgan o'zini erkakman degan, musulmonman degan, payg'ambarning ummatiman degan, payg'ambarning ummati bo'lsak, er temasida